Temur aka, obunachilarimizga issiq kunlar qanaqa yangiliklardan tavsiya qilmaymizmi? Haqiqatda juda zo'r yangiliklar bor mana. 2026-yilgi tog'ida gullardan olingan mana gorniy asaldan mana. Mana shunaqangi idishlarga solib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, bu juda shifobaxsh, eng kuchli xususiyatli asal bo'ladi bu, tog' asali bu. Keyin yoniga mana yangilik udar, oq qurayli asal bu mana. Oq quray juda ham kam yo'q, har yil ham olib bo'lmaydi bu asalni. Noyob asallardanmi? Noyob asallardan bu. Tog'yon bag'ridan olinadi. O'sha adir deydimi shunaqa. Bunisi mana yantoq asal. Nomiga o'xshab oppoq asal ekanda, oq quray asal o'zi. Nomida. Bunisi mana yantoq asali, bu buyraklarga, ichidagi ichki organizmlarga juda foydali, juda kuchli asal. Yangilikda zo'r mana. Bu rangidan ta'mi ham o'tkirga o'xshayapti. Ta'mi ham juda tilni yorib, tomoqni qizdirib, tomoq shamollashlarni ham immunitetni ko'tarib, qon ko'paytirishga ham zo'r bu asallarimiz. Kimga kerak bo'lsa mana idishi 15 kilo bo'ladi. Xohlashsa idishi, xohlashsa mana bunaqa idishga dastavka qilib beramiz O'zbekiston bo'yicha. Narxini olmoqchi bo'lganlar, qiziqqanlar direktga kommentga yozishsin. Narxni aytib o'taman. Tushuntirib, qaysi asal nimaga foydali, qaysi payt qaysini yegan ma'qul. Katta rahmat.